Siz haliyam biznes boshlash uchun millionlab sarmoya kiritish kerak deb o'ylayapsizmi? Aslida hamma biznes ham bunday emas. Keling, eng mashhur 3 ta biznes modelini olib solishtirib ko'ramiz. Birinchisi bu an'anaviy biznes. Do'kon, kafe yoki boshqa biznes ochasiz. Boshida yo ijara, ta'mir, jihoz, reklama, ishchilar hali 1 so'm foyda qilmaysizdan turib, katta xarajatlar boshlanadi. Ikkinchisi bu franshiza. Bu yerda ham tayyor biznes modelini sotib olasiz, lekin bu uchun ham katta pul tikish kerak bo'ladi. Keyin esa ko'p hollarda har oy kompaniyaga ma'lum bir foiz to'lab borasiz va ularning qoidalari asosida ishlaysiz. Uchinchisi tarmoqli marketing. Bu yerda boshlash uchun katta sarmoya kerak emas. Kredit olish ham shart emas, do'kon ochish ham shart emas, ishchi yollash ham shart emas. Siz mahsulot aylanmasini yaratasiz va shuni hisobiga daromad qilasiz. Lekin bitta muhim narsa bor. Ko'pchilik bu biznesga juda yengil qaraydi. Qani bitta urinib ko'raychi degan niyat bilan kiradi. Keyin esa intizom bo'lmaydi, tizimli ish ham bo'lmaydi. Natijaga erishmagandan keyin bu biznes ishlamas ekan deydi. Aslida esa muammo biznesda emas, muammo yondashuvda. Chunki qaysi biznesni tanlamang, mehnat qilishga to'g'ri keladi. Faqat farqi shundaki, an'anaviy biznesda avval katta pul tikasiz, keyin uni qaytarib chiqarishga harakat qilasiz. Tarmoqli marketingda esa katta sarmoyasiz boshlash imkoniyati bor va to'g'ri ishlasangiz, birinchi oydayoq daromad qilishingiz ham mumkin. Lekin baribir bitta qoida o'zgarmaydi. Natija faqat mehnat qilgan odamga keladi. Tarmoqli marketing haqida foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimga obuna bo'lib, meni kuzatib boring.